Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun biz sizlarga 531H modeldan, Dovadno modelini obzor qilib beramiz. Mana bu modelimizdan o'zini komplektidan so'mga chiqadi, qo'shib beramiz deymi, so'mga chiqadi va avtokreslosi. Mana buni ichini ko'rsanglar bo'ladi. Ichlari keng. Buni komplekti zimni ko'rbasi ham bo'ladi. Yomg'ir o'tmaydigan eng yaxshi plyus tomoni bu yomg'ir o'tmaydigan modelimiz. Buni matraslari ham bor mana. Matraslarni ko'rib turibsizlar, ancha qalin. Mana ko'rib turganingizdek, buni ruchkalari kojinli bo'ladi. Bo'yliga moslatsa bo'ladi, baland past qilsa bo'ladi bemalol. Yana buni plyus tomoni har doimgidek ruchka oldiga o'tadi. Mana ko'rib turganingizdek, buni balonlari quyma rezindan, buni amazotlargacha bor. Amazotlar 100% ishlab beradi mana. Buni avtokreslosiga keladigan bo'lsak, bu avtokresloni ko'tarib yurish juda ham qulay, yengil bo'lgan. Avtokresloni o'ziga qo'ysa ham bo'ladi va mashinaga qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Bu kacheli holatda ham ishlatsa bo'ladi avtokresloni. Buni narxini bilmoqchi bo'lsanglar, nomer qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqsanglar, hammaga javob beramiz. Bo'lmasa, kommentariyadan plyus belgisini qoldirsanglar, o'zimiz sizlarga javob beramiz. Hammaga rahmat.